Sizlar bilan bugun begovoy darochkadan qanaqa to'g'ri foydalanish kerak va uni ketma-ketligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Svet o'ynashi mumkin yoki boshqa holatda begovoy darochkaning maxsus sistemalari yoki tizimlari kuyib qolishining ehtimoli bo'ladi. Yoniga turib olamiz. Risk lentaga tushib olmaymiz. Begovoy darochkaning lentasi kamida 10 sekund aylangandan keyin bemalol lentaning ustiga tushib yurishimiz mumkin bo'ladi. Bu video davomida begovoy darochkadan qanaqa to'g'ri foydalanish kerakligini o'rganib chiqamiz. Ismim Abdulaziz. Power Gym trenajyorlari bo'yicha mutaxassis hisoblanaman. Sizlar bilan bugun begovoy darochkadan qanaqa to'g'ri foydalanish kerak va uni ketma-ketligini birgalikda ko'rib chiqamiz. Begovoy darochkadan qanaqa to'g'ri foydalanish o'rganishdan oldin kimlarga foydalanish mumkin emasligini eslatib o'tmoqchiman. 1-3 trimestrda bo'lgan homilador ayollarga begovoy darochkadan foydalanish tavsiya etilmaydi, sababi ular kamroq yurishligi kerak. Undan keyingi qism yurak qon sistemasi, ya'ni yurak qon aylanish sistemasida nosozligi bor yoki stent qo'llagan insonlarga begovoy darochkadan foydalanish tavsiya etilmaydi. Uchinchidan, tayanch harakatlanish sistemasi, umurtqa pog'onasi hamda bo'g'imlarida muammolari bor insonlarga begovoy darochkadan foydalanish tavsiya etilmaydi. Birinchi o'rinda begovoy darochkani yoqishdan boshlagan bo'lsak, uni tokki to'liq ulanganmi, nosozligi yo'qmi tekshirib olish kerak bo'ladi. Agar begovoy darochka simi to'liq rozetkaga kirmagan holatda bo'ladigan bo'lsa, svet o'ynashi mumkin yoki boshqa holatda begovoy darochkaning maxsus sistemalari yoki tizimlari kuyib qolishining ehtimoli bo'ladi. Begovoy darochka tokka aniq ulanganiga ishonch hosil qilganingizdan keyin begovoy darochkaning ustiga chiqib, ikki yoniga turib olamiz. Risk lentaga tushib olmaymiz. Keyingi qiladigan ishimiz xavfsizlik lentasini, ya'ni xavfsizlik kamarini taqib olishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa nimaga kerak bo'ladi? Begovoy darochkadan foydalanayotgan paytingizda yiqilib tushadigan bo'shanglar yoki tez to'xtashingiz kerak bo'ladigan bo'lib qolsa, bu magnetlik tizimi yordamida begovoy darochkani uzatgan bo'lsanglar, avtomatik o'zi to'xtaydi. Keyingi qiladigan ishimiz start tugmasini bosib ishga tushirish bo'ladi. Start tugmasini bosib ishga tushirganimizdan keyin risk lentaga tushib olmaymiz. Sababi uni motoriga nagozga tushib qolishi mumkin, keyinchalik sizlarga uzoq xizmat qilmasligi mumkin. Begovoy darochkaning lentasi kamida 10 sekund aylangandan keyin bemalol lentaning ustiga tushib yurishimiz mumkin bo'ladi. Begovoy darochkani endi boshqaruvga keladigan bo'lsak, begovoy darochkani boshqaruv asosan knopkalar yordamida, ayrim modellarda joystik hamda sensor tablolari yordamida bo'ladi. Begovoy darochkani tezligini shu joystik yordamida bu modelimizda ko'tarib yoki tushirsak bo'ladi. Undan tashqari maxsus sensor paneli yordamida begovoy darochkani qiyaligini, ya'ni o'zini lentasini tepaga ko'tarib tushishini kontrol qilib o'zimizga moslashtirib ishlatsak ham bo'ladi. Begovoy darochkada agar siz vazn tashlash uchun foydalanayotgan bo'ladigan bo'lsangiz, begovoy darochkani tezligiga qiyali o'ziga teng baravar baland bo'lishi kerak bo'ladi. Misol uchun sizni yurayotgan tezligingiz 4 bo'ladigan bo'lsa, uni naklon, ya'ni qiyaligi 8 gradusda bo'lishi kerak bo'ladi. Deyarli hamma begovoy darochkada o'zini maxsus programmasi yoki ruchnoy programma orqali boshqaruv paneli bo'ladi. Maxsus programma qanaqa bo'ladi? O'zi begovoy darochkaning tezligini, vaqtini, kaloriyasini, ya'ni qiyaligini belgilab beradigan bo'ladi. Ruchnoy rejimda siz o'zingiz xohlaganingizcha kaloriyani, xohlaganingizcha vaqtni belgilab, o'zingizga mos qilib foydalansangiz bo'laveradi. Begovoy darochkalar asosan 3 xil ekranli bo'ladi. LCD displeyli, LED ekranli hamda sensor ekran paneli bo'ladi. Bu modelimiz hozir LCD displeyli hisoblanadi. 5 jumli o'zining ekranida puls, kaloriya, vaqt, masofa, kilometrajni ko'rsatib turadi. Bemalol o'zingizlarni trenirovka jarayonlarini boshqarib ishlatsanglar bo'laveradi. Begovoy darochkalarda yana qo'shimcha funksiyasi sog'liqni nazorat qilish funksiyasi bor. Ko'pchilik begovoy darochkalarda ko'rib turganingiz mana temir plitka ko'rinishda qismi bo'ladi. Bu qism nimaga kerak? Barmoqni kaft qismini qo'yib turadigan bo'lsak, 10 soniyadan keyin ekranida yurak nechicha urishini ko'rsatib turadi. Bu nazorat nimaga kerak? Ayrim odamlarda yurak xastaligi bo'ladigan bo'lsa, ma'lum pulsdan o'tib ketishi mumkin emas. Shu sababli bu narsa nazoratga kerak bo'ladi. Bundan tashqari, sportsmenlar, ya'ni professional sportchilar o'zini yurak urish nazoratini bemalol telefondagi yoki soatdan foydalanib ishlatsa bo'laveradi. Bundan tashqari, Power Gym'dagi begovoy darochkalarining ko'pchiligida qulaylik beradigan mana bunaqa massajyor apparat, gantel va press qiladigan so'kalar ham o'zini komplektida bo'ladi. Begovoy darochkadagi bu massajyor vazifasi qorindagi, biqindagi hamda orqa qismidagi yog'larni qisman eritishga yordam beradi. Bundan tashqari, ko'p yurgan paytimizda ko'pchilik odamlarning, ya'ni ayniqsa yosh katta insonlarning bel qismida tonus, ya'ni energiya to'planib qolish holati kuzatiladi. Mana shu vibratsion apparat yordamida massaj olinganda bu tonuslarni ketkazishga yordam beradi. Bundan tashqari, ko'pchilik begovoylarning komplektida mana bunaqa ko'rinishda 1 kilogramlik para ganteli bo'ladi. Bu gantellarning vazifasi ozgina fizikultura qilishga, tanani qizdirishga, undan tashqari begovoy darochkada qo'shib qo'lni ko'tarib yuriladigan bo'lsa, o'zini odamning tana vaznidan ortiqcha 2 kilogram vazn bo'lganligi sababli kaloriya ko'proq ketadi. Begovoy darochkadagi mana bunaqa ikkita turba ko'rinishdagi qismini ko'pchilik bilmaydi. Bu asosiy vazifasi press qilish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Yerga o'tirib olib, oyoq qismini bu orasiga tiqib olib, 90 gradus bukilgan holatda press qilmasdan bajarishga mo'ljallangan qismi hisoblanadi.
Va albatta oxirgi bo'lib bego'y darochkani ishlatib bo'lganingizdan keyin tokdan uzib qo'yish esdan chiqish kerak emas. Sababi tok o'ynashi bor. Bundan tashqari yosh bolali, farzandli insonlar bor uyda baribir texnika bezopasnost qoidalariga rioya qilgan holatda ishlatish tavsiya etiladi. Bego'y darochkadan foydalangan paytda aytish joiz bo'ladiki, kiyimga alohida e'tibor berish kerak. Sababi manga o'xshab klassik formada yoki tuflida foydalangan bo'lsanglar, o'zingizlar sog'lig'ingizga ziyon bo'lib qolishi mumkin. Odatda bego'y darochkadan qanaqa foydalanish kerak? Padosh qismi yumshoq bo'lgan maxsus sport oyoq kiyimida hamda sport kiyimlarida foydalanish sizlarga harakat erkinligini beradi hamda bemalol uzoq vaqt mashq bajarsanglar ham bo'ladi. Keyin uy sharoitida shug'ullanganda обязательно oyoq kiyim bilan shug'ullaninglar. Sababi yalang'oyoq shug'ullangan bo'lsanglar, o'zingizlarning oyog'inglarning tegini ham ortib qo'yadi. Bego'yga ham ziyoni bo'ladi. Endi bego'y darochkani moylashib keladigan bo'lsak, ishlatishiga qarab, agar siz har kuni foydalanadigan bo'lsangiz, 1 oyda bir marta, через yil foydalanadigan bo'lsangiz, 3 oyda bir marta moylab turishingiz kerak bo'ladi. Agar siz ham uyingizga bego'y darochka olmoqchi bo'lsangiz, lekin qayerdan qanaqasini olishni bilmayotgan bo'lsangiz, bemalol bu ishni Power Gymga ishonib topshirsangiz bo'ladi. Bizning Nurafshon ko'chada joylashgan showroomimizga kelib, o'zingiz mutaxassis yordamida istalgan turdagi bego'y darochkani topib, foydalanib ko'rib, xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib, o'rnatib berish xizmatlarimiz bor. Pastda raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Power Gym sifatli trenajyorlar brendi.